Assalomu alaykum. Hurmatli Testosteron Plus 45 kanali muxlislari. Bugun ikkita bemorni ko'rsataman, qiziq holat. Undan tashqari ketma-ket 3 ta odam manzil qayerda, iltimos adres qayerga borsa bo'ladi deb so'rabdi. Hozir birinchi shuni haqida ko'rsatib olish shuni. Xo'p, akalar, mana Man Level Med degan klinikada ishlayman. Mana shu klinikani telefonida telefon qilib kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Mana meni Telegramim. Telefon qilmanglar. Telegramdan yozsangiz javob beraman. Telegramdan yozinglar. Xo'p, mana shu joyini skrinshot qilsanglar, ish vaqtlari, adreslar hammasi bor. Lokatsiya kerak bo'lsa, mana ham klinika ham tashlab beradi. Xo'p, bemorlarimizga o'tamiz, qaranglar. Birinchi bemorimiz Azamat degan yosh yigit. Qarz tufayli juda og'ir stressga tushib qolgan va 2 yil kulmadim deyapti. Shunaqangi og'ir stress bo'lganki, 2 yil kulmadim deyapti. Tuxumlar joyida, prostatalar joyida, lekin testosteron 7 ga tushib ketgan. O'rtoqlar, testosteronni O'zbekistonda testosteron juda baland bo'ladi. Misol uchun vodiyni olsak, vodiyda O'zbekistonni 30% yoki undan ko'p aholisi yashaydi. Tekshirilganda 50 chiqqan testosteron. Butun dunyo bo'yicha 12 dan 42 gacha nanomol litr atrofida bo'ladi. Va oxirgi ko'p marta tekshiruvlar natijasida O'zbekiston dunyodagi testosteronning eng baland mamlakatlardan bittasi hisoblanadi. 7. Butun dunyo, hamma ma'lumotlar, hamma institutlar bo'yicha, hamma organizatsiya, tashkilotlar bo'yicha past testosteron hisoblanadi. Og'ir, kuchli stress testosteronni juda kuchli tushib ketishiga olib keladi. Mana bu odam testosteroni o'sha juda ham qari cholnikidan ham 2 barobar kam. Demak, birinchidan stresslardan ehtiyot bo'linglar. Ikkinchidan, stress holatda jinsiy quvvat va jinsiy xohish o'zgarib qolsa, testosteronni tekshirib ko'tarish kerak. Chunki testosteronni ko'tarish stressni yengib o'tishga yordam beradi. Stressa ustойчивость deydi. O'sha stressga bardosh berishga va uni yechimini topishga yordam beradi. Xo'p, ikkinchi bemorimizda ko'p terlash, qo'rquv va vahima bor ekan. Tuxumi normada, prostatasi normada. Tekshirib ko'rganimizda, bu ham 30 yoshdan oshgan erkak, testosteroni kam chiqdi. 12 kam hisoblanadi. Optimum birinchidan O'zbekistonda juda testosteron baland, ikkinchidan bu odam vodiydan, buni testosteron yoshligida 50 bo'lgan, 40 bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir 12 ga tushgan. Demak, 300-400% kamaygan. Optimum 30 ga hech bo'lmasam ko'tarib berishimiz kerak. Ko'targanimda videosini ko'rsataman. Demak, testosteronning tushishi faqat jinsiy quvvatga ta'sir qilmasdan, jismoniy quvvatga, aqliy quvvatga, asabga, uyquga, qo'rquvga, vahimaga, terlashga ta'sir qiladi. Va shu holatlar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, ayniqsa shularga qo'shilib yana jinsiy xohishni, jinsiy quvvatni susayish kuzatilayotgan bo'lsa, testosteron topshirib ko'ring. Har doim aytaman, testosteronni tabiiy yo'l bilan ko'tarsa bo'ladimi, bo'lmaydimi, yoki ukol olish kerakmi, buni aniqlash uchun ikkitagina analiz yetadi. Luteinlovchi gormon va testosteron. Shu holatga qarab, mana bu odamda stimulyatsiya yo'li bilan ko'tarsa bo'ladi degan xulosaga kelib ko'tarishni boshladik. Endi bu analiz siz topshirgan luteinlovchi gormon va testosteron, общий testosteron qanaqa qilib ko'tarish, ukol qilish kerakmi yo boshqacha yo'l bilan ko'tarsa bo'ladimi? Shuni aniqlash uchun kerak. Lekin davo yozish uchun to'liq tekshiruvdan o'tasiz. Полный check-updan o'tasiz. Endi mana shu analizlarga qancha pul ketdi deb so'rashinglar mumkin. Mana 3.600.000 puli ketibdi. Bu hammada bir xil bo'lmaydi. Kelganda gaplashiladi. Nima sizni bezovta qilyapti? Yana nima qo'shimcha kasalliklaringiz bor? Nechida uxlaysiz? Nechta farzandingiz bor? Yana farzand kerakmi? Mana shu narsalarga qarab xulosa qilinadi. Mana shularga qarab tavsiya beriladi. Yana bitta ikkita savollarni o'qiylik. Tak, men har balo qilib ko'rdim, foyda bo'lmadi deyaptilar. Demak, internetda, YouTube'da, TikTok'da, Instagram'da uni qilsang testosteron shunchaga ko'tariladi, buni qilsang testosteron shunchaga ko'tariladi. Undoq qilsang bundoq bo'ladi, bundoq qilsang bundoq bo'ladi degan narsalar bor. Hammasi bir tiyin. Yana qaytaraman, Yevropa urologlar assotsiatsiyasining tavsiyasiga ko'ra,
Testosteron yetishmovchiligini sababini topib, o'shani davolasangiz, shunda testosteron ko'tariladi. Uyqusizlik tufayli kamaygan bo'lsa, uyquni normaga keltirsa ko'tariladi. Agar sink yetishmovchilik tufayli kamaygan bo'lsa, sink ichsa normaga keladi. Agar vitamin D yetmagandan pasaygan bo'lsa, vitamin D ichsa normaga keladi. Agar shu narsalar testosteron kamayishining sababi bo'lmasa, vitamin D ichasizmi, sink ichasizmi, tribulus ichasizmi, bir tiyin foydasi yo'q. Endi varikoselli bo'lsa-da, siz sink ichib yursangiz, bir tiyin foydasi yo'q. Yoki yana boshqa bir sabab bo'lsa, misol uchun keling, kam harakatlisiz, dalla bo'yishiksiz. 12 soatlab o'tirasiz bitta joyda, to'xtaysiz, ovqat yeysiz, yotib uxlaysiz, yana turasiz, yana haydab ketasiz. Demak, sport faqat tualetga borib kelish. Misol uchun, faqat tualetga borish, ovqat yeyishingiz sport. Bundan boshqa sportingiz yo'q. Demak, siz hech qanaqasiga boshqa narsa, misol uchun, sink ichirganning foydasi yo'q yoki tribulus ichirganning foydasi yo'q. Kasallikni sababini topib, shuni davolasa, diabetni man kechirasizlar. Diabet kanalim ham bor-da. Testosteron o'shandagina ko'tariladi. Demak, Hasan aka, rahmat kommentariy uchun. Xo'p, manzil qayerda deyishdi? Manzilni tushuntirdim. O'rtoqlar, plus degani, men hammalarga bitta-bitta yozib o'tirishga vaqtim yo'q. O'qidim degani, agar rahmat deb yozgan bo'lsangiz yoki savolingizga javob berdim degani, agar savol bergan bo'lsangiz, mana adresni qattali deganlarga men aytdim. Xo'p. Jinsiy quvvatni tez bo'shanish haqida va ikkinchi, uchinchi jinsiy aloqaga xohish bo'yicha alohida video tayyorladim, uni chiqaraman. Menda ham xuddi shunday, ishga kuchim yetmaydi, klimaks bo'lmadim debsiz. Ayol bo'lsangiz, bu yerda Mansur Mavlonov degan odam yozgan. Klimaks deb asosan ayollarga ishlatiladi, lekin erkaklarda ham andropauza yoki klimaksga o'xshagan holat andropauza deyiladi yoki возрастной gipogonadizm deyiladi. Demak, nima demoqchiman? Testosteron ayol bo'lsa 30 yoshdan keyin sekin pasayaveradi. Erkaklarda ham 25-27 yoshdan keyin sekin pasayaveradi. Tekshirib ko'rish kerak. Aytayman-ku, ikkitagina analiz, общий testosteron bilan lyuteinlovchi gormon topshirsangiz bo'ldi. Xo'p, dori bilan qancha ko'tarsa bo'ladi debsiz. Bunga javob beraman. Jasur aka, alohida video qilaman. Xo'p. Internetda o'zbekchada bitta ham yo'q video mavzu bo'pti debdilar. O'rtoqlar, kuniga 10 ta kamida testosteron bo'yicha kasal ko'raman. Ular diabet bo'lishi mumkin, ojireniya bo'lishi mumkin, jinsiy quvvati pasaygan odamlar bo'lishi mumkin. Temalar ko'p. Ayollarda ham shundaymi debdilar. Buqoq bo'lsa jinsiy xohishni pasayishi. Erkak bilan ayol bir xil yaratilgan. Faqat farqi testosteron erkaklarda 10 marta ko'p bo'ladi, 30 nanomol litr optimumi bo'lsa, ayollarda 3-4 nanomol litr optimumi hisoblanadi. Tushundingizmi? Ayollarda estradiol ko'proq bo'ladi, erkaklarda kamroq bo'ladi. 10 barobar farqi bo'ladi. Bir xil yaratilgan va yetishmasa kasallikni belgilari bir xil bo'ladi. Xo'p. Manzil qayerda? Yana so'rashibdi. Xo'p, javob berdim. Xo'p, qolganlariga alohida video qiladigan juda qiziq temalar bor ekan. Hozir tayyorlashni boshlayman. Sekin-sekin ko'raverasizlar.